Assalomu alaykum, hurmatli Suzak News kanali ko'ruvchilari. Mana bugun 12 mart, hozir Suzak rayonida Manas maktabining tushundagi kitoblar dunyosindamiz. Bugungi ishchara Kitobko'y Jalolobod Suzakka kelib, Kitobko'y Suzak ishcharasini uyushtirishyapti. Unda men sizlarga biz qisqacha uzundirlarini ko'rsatamiz, tanishib o'tamiz. Ularning ortida shunday bir ishdan istaydi. O'zga bilinmaydi bu narsa. Turgan bo'lsa, jasay bera turgan bo'lsa, shuning ustidan ishlay bera turgan bo'lsa, qiziqsiz. Yo'l bo'lsam bir zeriktirmay bo'lib ketasiz. Bu degani surga ta'sir etib o'tamiz. O'sha narsaga duch ketmayapti. O'sha narsa suyungan. U meni men chiqqanda o'quvim deb aytamiz. Tavalla ikkinchi sinfda bo'ladi. Birinchi sinfda har bir qanday bugün berib aytgan bo'ladi. Ikkinchi so'zning to'lqini sahnadan chiqayotgan uchurda paydo bo'ldi.